Ot ustida yigitni burgut deydi, sher deydi. Hozirgi kunda yurtimizda ot sportiga, uloq ko'pkariga alohida e'tibor qaratildi. Bu albatta yaxshilikka. Shu bois otga bo'lgan qiziqish, otga bo'lgan mehr juda ham oshdi. Bir otni ot qilib o'qish uchun yaxshigina sharoit, mehr va albatta vaqt talab qiladi. Otbozlarning ko'pida bir muammo bor, vaqt yoki joy masalasi. Biz bunga yechim topdik. Barchaga assalomu alaykum. Xayrli kech akalar. Farg'ona viloyati Vadil tumani Damko'l qishlog'idamiz. Ozodbek degan bir sahifkor ukamiz oldiga kelganmiz. Xudo xolasa shu video sizlarga manfaatli, foydali video bo'ladi. Oxirigacha ko'rib, like bosib, fikringizni kommentariyaga yozib, kanalda mehmon akalarim obuna bo'lib qo'ysangiz bo'laveradi. Aytgancha akalar. Bu videoni oti bor, vaqti yo'q yoki joy masalasida muammosi bor insonlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha muxlislarga. Mana hammani xabar bor, uloq ko'pkari sezon tugadi. Issiq chopilgan otlar, aynigan otlar uloqlardan chiqadi. Endi shu ko'kda yaxshilab tozalab, qurtiga qarshi dorilarni ichirib, sezonga yana tayyorgarlik boshlandi aka. Ko'kda bir oy tozalab, xudo xolasa otlarni saraton boquviga tashlaymiz. Shu bilan boquvdan chiqarib inshaalloh yana sovutib ko'pkariga tayyorlashni boshlaymiz inshaalloh aka. Bizda ko'rib turganingizdek ko'klamzorlar, bedazorlar bu yil inshaalloh ko'p aka. Bemalol 15 ta, 20 ta otga bemalol joy bor aka. Bu yoqda otxonalarimiz bor, orqa tomonda. Yozda otxonaga kirib boquvda boqiladi salqin joylarimiz. Nechta otga nechta bor Ozodbek? Hozircha 15 taga joyimiz bor aka. 15 taga. Yana kengaytirish niyatimiz bor aka. Xudo xolasa. 15 ta, 10 tada to'xtab qolmaymiz. Bu yil endi ko'proq otlar qabul qilamiz. Inshaalloh. Ko'pchilik ot jo'nataman deyapti. Joyimiz kamlik qilgani hisobiga ko'pchilikda otini sezonda qabul qila olmadik. Endi bu yil shu joylarni ko'paytiramiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha Alloh o'zi sharmanda qilmasa 20 ta, 30 tagacha qabul qilamiz inshaalloh. Maqsad shu O'zbekistonda yaxshi otlarning ko'payishiga bir oz bo'lsa ham hissangizni qo'shsangiz. Tarbiyalab. Bu adashmasam o'tgangi to'ya? Ha, o'sha aka. O'sha ot bo'lib qopti jonivor. Ot bo'lib qopti. 4 yoshga to'ldi, mana xudo xolasa. Birinchi kelib olganingizda 2,5 yosh edi u. Shunaqa edi. O'sha 1 yildan oshdi. Bu yangi mehmonmi to'liq? Ha, bu Toshkentdan keldi aka. Kecha 1 hafta bo'ldi Toshkentdan keldi. Otlarni o'sha ko'kka chiqarsa bo'laveradimi vaqtdami? Ha, bo'ladi aka. Hozirgi mana shu o'sgan o'tlar, hozir mana shulari zo'r tozalaydi otlarni. Ertalabdan shakin ham tushadi, quruq. Mana shunisi otlar zo'r tozalaydi aka. Shu ko'kka qo'yib bir ozdirib, moy yutib qolgan bo'lsa ichlarini bir tozalab, o'sha lechinalarni qilib, beradigan dorilarni, antibiotiklarni berib, o'sha gelpellarni yedirib, yangi sezonga xudo xolasa yangitdan endi tayyorgarlikda. Tayyorgarlik boshlaydi. Keyin ko'pchilik so'rab qoladi aka, bu ko'kka chiqqanda otni yemini to'xtatasizlarmi yo'q, davomi ketaveradimi deb so'rashadi. Endi u ko'kka chiqqanda, ko'kka chiqarishdan maqsad otni o'zi tozalash aka. Yemni to'xtatib qo'yamiz. Demak, hali yemni yegani va ko'k yuvib chiqarib yuboradi, foydasi yo'q baribir. Shuning hisobiga o'sha ko'kda 1 oy davomida yem to'xtatiladi. Otlar chiroyli qilib tozalab, o'sha dorilarni, vitaminlarni vaqtida berib tozalaymiz. Ana undan keyin saraton boquviga kirganda sekin o'zi kilosini qo'shib saraton boquvida boqiladi. Shu bilan keyin suvutiqqa chiqib ketaveradi aka. Yangi sezonga. Ha, inshaalloh yangi sezonga chiqib ketaveramiz. Qancha vaqt ko'kka qo'yilgani ma'qul? Misol uzoqroq vaqtmi yo qisqaroq vaqt qo'yib, ertaroq quruq o'tkazish kerakmi? Endi meni o'zimning fikrim aka, shu eng kamida 1 oy. 1 oydan 2 oygacha boqib, shu ko'kda toza, keyin boquvga tashlagan yaxshi. Nimaki, bizni iqlimimizda O'zbekiston hududida endi ko'pkari rivojlangan davlat. Hozir bunda 3 oy, 4 oy ko'kda tozalasangiz, boquvga ham kech kiradi aka, boquvdan kech chiqadi. Bag'i suv bor. Boquvdan chiqqan otni o'zingiz bilsangiz kerak aka, kamida 3 oy, 4 oy suvutib, keyin ko'pkariga qo'yish kerak. Bir xilga odamlar otlarni boqib semirtirib yuboradi, yaxshi suvutmasdan shu uloqlarga chopadi. Otlar moy uyutib, otlar уже
ishdan chiqib qoladi-da aka. Ko'pkariga chopmaydi, har xil qiliqlar qilib tishlaydigan qiliq chiqaradi, tepadigan, yo uloqqa borsa oldiga yurmasdan orqaga tashlaydigan qiliqlar chiqarib yuboradi. Bunaqa holatlar kuzatilsa, otni qiynamasdan o'zi to'xtatib qo'ysa bo'laveradi aka. Hozir demak, men tushunishim bo'yicha 15 kundan 1 oygacha ko'kka qo'yilishgani ma'qul. Ha, 15 kundan 1 oygacha. Maksimalni. Lekin o'zi quruqqa o'tqizish kerak. Quruqqa o'tkazib, o'zi bag'i 1 kilo 2 kilodan boshlaymiz-da saraton boquvini. Hozir ko'kka chiqqanda yem to'xtagani hisobiga quruqqa o'tkazib, sirazi 3 kilo 4 kilo berib bo'lmaydi aka. Demakki 1 oy davomida, 2 oy davomida o'zi yemdan qolgan ot sirazalik ko'p yemni yesa, me'dasiga tegib qoladi, tez yemdan qaytib qoladi. Keyin o'sha yem tushdi degan gap bor, shunaqa holatdan bo'lib qoladimi? Oyog'iga yem tushdi holatlar kuzatiladi keyin shu holatda. Qancha vaqt yemda turgani ma'qul, Ozodbek? O'zi shu eskidan gap bor, shu chilla, saraton chillasi degan, shu 40 kunda o'zi ot tayyor bo'lib yetiladi aka. Bir xilga odamlar 30 kilo, 10 kilo, 15 kilogacha yemini ko'taramiz, bu deydi. Endi u o'zi otni maksimalni o'zi normasi bor. 5 kilo bir xilga otlar, bir xilga otlar 6 kiloda o'zi normasi. Undan oshig'i oshiqcha. Yemni yeydi, yaxshi hazm qila olmagan hisobiga ko'tidan butun chiqadi. Odamlar otni ichida kasali bor, boshqasi bor, qurtiga dorisini yaxshi bermabmiz deb o'zlaridan xato ayblarni qidirishni boshlaydi. Hozir keyin yana bitta so'rov, buzilgan otlarni tozalashda shu ko'kka o'zi yetadimi yo bir qanaqadir qo'shimcha narsalarni taklif qilasizmi Ozodbek? Iloji bo'lsa aka, shu ko'kda yaxshilab yedirib, biya bo'lsa biyaga qo'yib tozalash kerak. Keyin bug'doyni nish undirib, shuni yedirsa yana foydasi katta aka. Bug'doy ham yaxshi tozalaydi otni. Hozir shunaqangi bir yog' yutib qo'ygan, buzilgan, xomlatib qo'ygan otlarni olib kelib bersa, o'zingiz o'shalarni bir lechenisini qilib, Xudo xolasa qo'ldan tozalovlarni qilib, xudo xolasa ko'kka qo'yib o'zingiz yetkazib berasiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha inshaalloh hammasini qilamiz. Bunga vaqt kerak aka. Sabr kerak-da endi. Hali bir xilga odamlar otni olib keladi. O'zini aytgan vaqtida otlar tayyor bo'lmasa, xafa bo'lib ketishadi. Endi hammasi Allohning qo'lida. Biz ham qo'ldan kelgancha harakat qilib shu tezroq tayyorlaylik degan maqsadda shu ishlarni qilamiz aka. Har bir xizmatda endi nima deydi, to'lov bo'ladi. Xizmatga yarashur, mehnatga yarashur. Endi hozirgi kunda misol men sizga bitta otimni olib kelib bersam, ana shunaqa ko'kka qo'yib, ko'k hisobini ham, ko'k summasi to'lovini ham o'zingiz qilsangiz deylik. Shunday holatda boqib men sizga 1 oyga qanchadan to'lov qilaman? Ko'kda ham o'zimning hisobimda hammasi bo'ladigan bo'lsa $250 dan $300 gacha. Bir otga? Bir otga nimaki $100, $150 o'zimizning xizmatimiz bo'lsa aka, $150 otni o'zini yemishi. Hali quruq beda bilan solishtirganda o'sha bir xil norma kelaveradi aka summasi. Shu 1 oyda yeydigan 30 ta presini pulini hisoblasak, o'sha 1 oy yeydigan ko'ki bilan chiqaveradi aka. Demak o'sha $200 dan $300 gacha. Otni holatiga qarab. Otni holati. O'shanda o'zingiz misol ko'kka olib chiqasiz har kunlik, o'sha normasida o'zini vaqtida mehnatini o'zingiz qilasiz. Xizmatingizga o'sha beriladigan haqdan tashqari yana o'sha yemishini haqqa qo'shiladi. Qo'shiladi. Keyin deylik mana yosh toylar bor, tarbiyada bo'ladigan, tarbiya qilinadigan. Bunaqalar olib kelib berishsa nima qilamiz? Ularni ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tarbiyalab boqib beramiz. Mana shu qora otimiz ham mana shu kelganda shu adashmasam 5 oylik, 6 oylik egasiga kelganda bizga o'tganda 2 yoshga to'lmagandi. O'zimiz mingi qilib shu otni tarbiya qildik. Xudoga shukr, bu yilgi sezonda oldiga ishlab berdi. Shu o'zimizning gashtagi uloqlarda shu 100 tagacha bo'lgan otlarni ichida oldiga ishlab zo'r uloq qurgatib qo'ydingmi? Ko'rsatamiz mashallah. Endi oziqchilarni saydida bu aka, endi 4 yoshga o'tdi. Xudo xolasa bu otimizdan umidimiz katta. Inshaalloh bu yilgi sezonda boshqacha chopiladi endi. Ozodbek, bilasiz, yaxshi otlar O'zbekistonda ko'pda. Uloqchi otlar, kuchli nomi chiqqan, kuchli otlar O'zbekistonda ko'p. Bir shu otidan qulini olib qolaman, bir zot olib qolaman degan insonlar bir yaxshi biya olib, shu otlarga qo'yib olib bersa ham shu biyalarni bir nima deydi, shu yerda boqib, mehnatini qilib, boyasiga vaqtiga yetkazib bir tug'dirib berishga sharoitingiz bormi sizni?
Xudo xohlasa ularga ham harakat qilamiz aka. Bizda asosan shu ayg'ir otlarni uloqlariga tayyorlash ishimiz shu bo'lgani hisobiga aka, faqat ayg'ir qarayapmiz hozir. Ayg'ir otlarni qabul qilyapmiz. Endi ularga ham alohida joylari qilib sharoitlarni qilib beramiz aka. Tushunarli. Keyin bitta narsani aytib o'tsam, ko'pchilik hali so'raydi, hali otlarimizni olib borib bersak, biz bag'da biz ko'rmaymiz, biyalarga qo'shib qo'yasizlar degan gaplarni gapirishadi. Bizda unaqasi yo'q aka. O'zi iloji bo'lsa, o'sha biya bo'lsa, mana shu otlarni ikkitasini qo'yishim kerak, o'sha biyani topolmayapman aka. Hali hozirgi kunda defitsit bo'lib qoldi biyalar. To'g'ri aytasiz, endi O'zi bizda kelib, o'zini ko'zini oldida qo'yaman desa, pajalisto qo'yaversin aka, o'zini otini kelib. Bizga telefonda qo'yib bergin, boshqa qilgin desa ham qo'ymaymiz, xafa bo'lishsa ham. Birovning narsasi aka, ertaga bir narsa bo'lsa, omonat. biyaga qo'shilganda tepib qo'ysa, bir narsa bo'lib qolsa, biz javobgar bo'lib qolmaylik deyman. O'zi kelib, o'zi qo'yaveradi bemalol. Tushunarli. Endi hozir misol Ozodbek boshqa viloyatlardan kelishadi, mana uzoqdan, Toshkentdan, deylik, bo'lin Samarqand, Buxoro. Endi kimdadir ot bor, boqishga sharoiti yo'q. Endi sharoit ham qanaqa, joy masalasi. Bu otga bir kengchilik, shunaqa yaylov bo'lsa, misol yaxshi toza iqlim bo'lsa, pagoda bo'lsa, otga yaxshi o'zgarish bo'ladi-da. Shu uzoqroqdan kelgan akalarimga bir nima bor sizda? Misol deylik, chegirmami, bir qanaqadir tomondan bir yengilligimi, xizmatidanmi yo boshqasidanmi? Uzoqdan kelgan otlarga aka, qo'ldan kelgancha shu yordam beramiz endi. Chegirma endi bu yil bonus qilib beramiz. Shu kungacha qilmovdik-ku, endi yangilik qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha arzonroq qarab berishga harakat qilamiz. Hozir kelgan deylik, mana yaylovdan chiqdi. O'sha bu yog'i endi quruqqa o'tgandan keyin misol yemi bor, uni o'ti bor, bedasi bor. Shunaqalarni sizga olib kelib berishadimi yo siz o'zingiz yoningizdan olib, misol shuncha summa bo'ldi, mana bir oylik yemi, xashaga misol 2 milliondir yo 1 milliondir qanchadir summani chiqarib turib, keyin mehnatga haq aytasizmi? Otni olib kelishdan oldin aka, o'zi hisob kitobini chiqarib beramiz. Bir oyda o'zida nechta press yapti, necha kilo yem yapti, shuni hisobini oldin chiqarib, o'shani bizda necha kilo edi, boquvda nechta press edi bir kunda, shular hisobini qarab, o'rtacha shu kuz mavsumidagi pressni o'rtacha hisobini aytamiz. Demakki, hamma joyda har xil narx-navo bo'ladi. Baho tomonda olib qarasangiz, sezonda 20 ming, 15 mingdan bo'lsa, bizda bu yil 30 mingdan bo'ldi. O'sha o'rin paytida ham narx tushmadi aka. Endi o'shaga qarab hisob kitobini chiqarib beramiz. Har xil vaziyat bo'lib qoladi. Bu yilgi sezonda 50 mingdan ham oldik presslarni aka. Holat hozirgi kunda shunaqa holat. Otlarni o'zlari egalari olib kelib bergani ma'qul bizga ham. O'rtada bizdan sarson bo'lib qolmaymiz. Misol shunda, gapingizni oldim uzr. Misol deylik, yem xashagini sizga yetkazib berishsa, xizmati necha pul bo'ladi bir otga? Xizmatimiz eng kam aka $100 dan qarayapti. Eng kam, ha? Demakki, otni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, uni boqishi bor, ustiga chiqib tarbiya qilganda mehnati bor. Endi buni shu tarbiya qiladigan odam biladi, tushunadi. Tushunarli. Hozir eng kamida $100. Eng kami $100. Yo'q, endi otni misol holatiga qarab, tarbiyasini ketadigan vaqtiga qarab, yo uni mehnatiga qarab kelishaverar ekanmiz-da. Oshiq yo kam. Endi har xil otlar keladi. Misol bir xilga otlar shu 1 oy 2 oyda tayyorlab bering deganlar keladi. Ularga shu $150, $200 dan qilib beramiz aka. Boquvni tarbiyalarini qilib beramiz. Bir xilga otlar keladi, shu erta bahordan boqib, tozalab, yozda boqib, kech kuzgacha o'sha uloq sezonigacha qarab bering deganlar keladi. Ularning vaqti uzoqroq bo'lgani hisobiga maksimalni $100 dan bonus qilib beramiz aka. Tushunarli. Demak, uzoqroq vaqt boqilgani hisobiga tushunarli. Mana akalarim, xullas, menimcha foydali video bo'ldi akalar. Ozodbek ukamiz sayapkar. O'sha otga juda ham bir mehri boshqacha bola. Qancha yildan beri shu ot ichida. Atmosferaga nima deymiz akalar? Joy zo'r ekan, ko'z tegmasin. Mana bu yoqda o'zi otxona, endi otlar o'zi 5 kun 10 kunda rosmana yaylovga chiqadi o'zi hammasi, ha? Xudo xolasa, endi qaylardadir bor. Bitta ikkita ko'pkarlar bor. Endi asosiy bizda vodiyda uloqlar tugadi hisobda. Yo'q, endi kullasi edi, otlar ham bari issiqda qiynaladi. Akalar, xullas, men bilishimcha, tushunishimcha, Ozodbekning aytishi bo'yicha
uzoqroq vaqt boqilsa, misol deylik mana shu otda 6 oy, 7 oy boring, ko'pkari sezongacha boqilsa xizmatiga $100 yoki o'sha otni yemini, o'tini barisini yetkazib berasizlar yoki bo'lmasa hisoblab Ozodbek o'zi shu yerdan olsa, summasini to'lovini qilishaveradi. Endi Ozodbek bitta narsa ukam, issiqjon, har xil holat bo'lib turadi. Endi misol mana veterinariya sohasidan ularga qanaqadir bir yordam kerak bo'lib qolsa, nima qilinadi? Shularga bir o'zingizda bir yaxshi bir nima deydi, mutaxassislar bormi? Yo o'zingizni qo'lingizdan keladimi? Avvalo Xudo aka, Xudo ko'rsatmasin, boshida qoni bor aka. O'zimiz qo'ldan kelgancha birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatamiz aka. Bitta yaxshi professional doktorimiz bor, Asha aka o'zi qarab lecheniyalar qilib otlarni davolab beradi aka. Shu kungacha oyog'iga yem tushgan otlar keldi, boshqalar keldi, Asha akamiz o'zi chiroyli qilib davolab tuzatib berdi. Hop, sizga qanaqa holatdagi otlarni olib kelsa, misol tarbiyasini qilib, deylik, lecheniyasini qilib, qanday holatdagilargacha aqlingiz yetadi siz? Endi misol har xil holatda otlar bo'ladi, ba'zisini oyog'iga bir yem tushib qolgan bo'ladi, yo bir ko'z yara deyishadi, shunaqangi bir yo ishig'i bo'ladi, yo suv tushib qoladi, shunaqangi bir holatdagi otlar bo'ladi-yu. Endi egalarning vaqti yo'q unga qarashga. Misol ish bilan bo'ladi, boshqa bilan bo'ladi. Shunaqa otlarni sizga olib kelib berishsa, shularni bir lecheniyasini qilib, davosini bir sababini qilib, bir o'nglanishiga bir harakat qilib keltirib bera olasizmi joyiga? Ha, shu doktor akamiz bilan maslahatlashib, birga shu davolab qo'ldan kelgancha hammasini qilamiz. O'zi doktor akamiz o'zi shatda o'zimiz bilan birga yuradi. Telefon qilib chaqirsak, vaqtida kelib yurdi aka. Undan bag'iga ham shu vaqtida kelib davolab tuzatib ketaveradi aka. Bo'ldi, jigar, tushunarli akalar. Xullas, Ozodbek nomerini ekranga yozib qo'yaman. Aloqa chiqaverasizlar. Biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz. Bu yo'q Allohdan. Ozodbek, vodiy bo'ylab, respublika bo'ylabmi? Yo faqat vodiymi? Endi hamma ot ishqibozlari ko'p aka, otga qiziqqanlar. Har xil Tojikistondan ham telefon qilishdi, ot olib boramiz. Afg'onistongacha Suyazga chiqishdi, ot olib boramiz. Mashalloh. Boshlagan ishingiz xayrli bo'lsin. Alloh barakotli qilsin, sizga kuch-quvvat bersin. Akalar, xullas tavsiya qilib qolamiz. Sizda ot bo'lsa, boqishga sharoit, vaqt tomoni agar muammo bo'ladigan bo'lsa, mana Ozodbek sayapkar ukam. O'zi chiroyli qilib o'zi mana shu yerda. O'zingiz kontrolda bo'lasiz-da, o'zingiz boshda bo'lasiz-da, Xudo xolasa. Otlar uji ko'kdan boshlanib bu yog'i uloqqa borgunicha Xudo xolasa mehnatini qilib, boquvini, sovutig'ini, topini hammasini o'zi mehnatini qilib sizlarning qo'lingizga chiroyli qilib yetkazadi. Endi albatta omonat bu. Imkon qadar Allohdan umid qilib, yaxshi holatga yetkazishga harakat qiladi. Ozodbek, sizga kuch-quvvat uka. Boshlagan ishingiz xayrli bo'lsin. Pagoda zo'r, atmosfera zo'r. Haqiqiy ot boqadigan joy bo'libdi, ko'z sevmasin. Endi bu yoq mana yozga, ichlar shabadam normalmi? Salqin aka. Bo'ldi, jigar. Mestalar zo'r, Xudo xolasa. Hozir nechta ot bor jami? Hozir kunda 3 ta bor hozir. Qolgan otlarimiz endi barishib ketgan. Endi ko'pkaridan qaytdik hisobda. Endi ko'pkarida endi qaytsa, yana kelib qolsa, nasib qilsa, shu ko'kda yana boqib, chiroyli qilib, saraton boquvlarini yana boqib berib, suv o'tib, ko'kkaga tayyorlab beraveramiz. Bo'ldi, jigar. Ishlaringizga omad. Sog' bo'lasizlar.